Mana o'rtoqlar kanalizatsiyalar qilyapmiz mana. Ko'chadan mana havo yerdan olib mana kivlab kelib mana kanalizatsiya mayoqqacha tashab, mayoqlarni ham tashab mana tashab dashi mana ko'lab ketyapmiz mana. Mayoqlar bir mana voy shogirdlar mana qilib ish qilinglar yigitlar. Kanalizatsiya qiladigan odam toza ish qilishi kerak. Mana hozir mana oxirida nima qilyapti? O kishi aqabaqa 60 metr o'rtoqlar. Mana Akramboy. Akramjon degani o'sha bo'ladi. O'shanga hammalar ham bir nima qilib shu narsalarni ko'rib olinglar. Mana chotki kanalizatsiya qilyapmiz mana. Ularning joylari mana. Mana mayga javob kelib qo'ydik. Azizlar. Yaxshi kuchli santexnik kerak bo'lsa aytaverasizlar, murojaat qilaverasizlar. Men shularga santexnikman. 57 ga kirdim. 38 yildan beri shu ishlar shug'ullanyapman mana. Ko'ryapsizlar. Nimaga Telegramga jo'natib yuboraman-da? Xo'jayingizga. Olib o'zing jo'natgin dedi, o'shani qarab olyapman. Ha, ko'rsin nima bo'layotganini. Mana. Mana qilib ko'lab olib kelyapmiz do'stim. Mana kolodsi bo'lyapti. Endi mana yoqqa olib kirib, mana yoqqa tashlaymiz, xudo xolasa. Mana Akramboy, kuchli santexnik. Mana olyapti. Nima qilsa aytaverasiz. Tushundingizmi? Davay. Murojaat qilaverasizlar. Mana toza qiladigan ishlar, hali pufli o'qib ketadigan emas biz. Bu sohada biz mana o'zimizga ham kecha kuni yangi oldik. Har sezonda yangi olaman. Mana shunaqa. Bo'pti. Sog' bo'linglar.